Bolalarim oyi lavashga boraylik deydi. Ko'chani lavashini nima qilasan? O'zim uyda zo'r qilib tayyorlab beraman deb ishga kirishdim. Xolodilnikda turgan tovuq filesini olib, kubik shaklida to'g'rab oldim. Qizib turgan yog'ga solib 5 daqiqa qovuramiz. Ketidan ziravorlar va bitta to'g'ralgan pomidorni ham solamiz. Qanday ziravorlar ishlatganimni esa video tagida yozib qoldiraman. 2-3 daqiqa qovurib, ustini yopib, dimlab qo'yamiz. Bunga suv qo'shmaymiz, sababi pomidordan chiqqan suvning o'zi yetarli bo'ladi. Sochning chiqishi uchun sos tayyorlab olamiz. Idishimizga mayonez, ketchup qo'shib aralashtirib olamiz. Meni farzandlarim achchiq yaxshi ko'rgani uchun men chili sosdan ham qo'shdim. Lekin ishonaveringlar, shunaqa zo'r chiqdi. Lavashlarni o'rtasidan bo'lib olamiz. Bu firmani lavashini olishni tavsiya bermayman, chunki sifati yaxshi emas ekan. Magazinimizda faqat shu borligi uchun shuni oldim. Lavash xamirimizga masalliqlarimizni ketma-ketlikda solib olamiz. Pomidor bodrinni mayda salonka shaklida to'g'radim, farzandlarimga yeyishga qulaylik qilishi uchun va mozzarella sirini zorkadan chiqarib uni ham qo'shdim. Lavashni videoda ko'rsatilganidek qilib o'rab, oldi-orqasini 2-3 daqiqada tovada qizartirib olamiz. Tayyor bo'lgan lavashlarimizni sovutmasdan farzandlarimizga beramiz. Ular ham bir mazza qilishsin. Ko'chadan palon pulga go'shtlar yaxshi pishmagan lavashni sotib olgandan ko'ra, uy sharoitida shunaqa tayyorlab berganga nima yetsin? Ay, la zotqti rahmat. Ay, ana kabin.